ertalab chiqdi-yu. Turish kerak. Pulim bor, zinalar bor, kerak emas. Suv ichib olay. Chanqab qoldim. İçib bo'ldim. Aytgancha bugun men magazinga borib, restoranga borib, restoranni sotib olishim kerak edi. Shuncha pul yig'ib qo'ydim restoranni sotib olishga. Shuncha pulim payhon bo'lmasin. Qo'shamiz. Hammasini olib magazinga borib sotamiz. Magazinni sotib olamiz deyishim. Taksi chaqirib o'tiribman. Mening yerda otim bor edi. O'tiraverdim. Ketdi. Bittada boramizda otim charchab qolmasin. Ketdik tezroq yur otim. Shu yerda restoran. To'xta, men seni qayoqqa baylab qo'yaman. Lesh. Ana, baylab qo'yaman. Endi magazinkani oldiga boraman. Tezroq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima kerak? Osh yoki sho'rva? Men sizni magaziningiz, restorangingiz siznikimi? Haqqoniy o'zingiznikimi? Ha. O'chirot. Ovqat kerak. Sabzingiz bormi? Bor, qilib ol. Hozir. Nima yopilmaydi? Hozir olaman. Onu ketmay. Oltin sabzi ekan-ku. Olaver, nima bo'pti? Oltin sabzi yeysanmi? Qimmat emas. Oltin. Ana, mana shu restoraningizni sotib olmoqchi edim. Sotasizmi? Ha, sotaman. Men malol sotaman. O'zim sotmoqchi bo'lgan edim. Nechta puling bor? Pulim ko'p. Mana shular. Nima tabishga ko'tarib oldi? Oyog'imga tabishga kiyib keldi-da. Tabishga yirtilib ketdi. Bo'pti, pullaringizni solaman, restoran meniki. Hop. Pullarni solay. Tabishga ko'tarib olibdi qo'liga. Bo'ldi, ketdim men. Tabishkangizni kiymizmi? Kiyib oldim-ku, jinnoy oldi, qara chiroyli. Voy, chiroyli ekan. Qochib ketasizmi? Menga sabzingizni yeb o'tiring shu yerda. Endi magazin meniki otim. Senga sabzi berib qo'yay. Seni ham qorning och qolgandir. Yeyman. Yeb bo'lgan bo'lsang, otvoramiz bojag'ini. Endi bu restoran meniki bo'lsa, bitta kolachadan olaylik. Pepsi'dan yo Fanta olamizmi? Mashidan hammasini ichamiz. Ichsam kommentga to'la yozinglar. Hammasini ichib bersam, kommentga to'la narsa yozasiz. Qanaqa bu tepaga sakrash kuchi ekan bu. Pepsi Fantaniki. Bundan ham olib ketaman. 3 go. Ana, otimdan ham oshaman. 1 2 3 go. Yana olib ichaman. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin.
Kommentga undan ham ko'p. Kommentim 1 milliard bo'lib ketsin, iltimos. Faqat komment emas-ku. Butilkalarini solib qo'yamiz, shekilli. Tagida yo'q ekan, qolmabdi. Tepasida barini opichamizmi? Mayli, hali yangi sotib olaman-ku baribir. Bular eskirib qolgan bo'lsa jo'raman. İchish kerak. Kommentga yozib tashlang, obuna bosib tashlang. Nima kuch berdi? Tez yugurish. Tez yugurishni qarang. Galemni otimdan ham tez yuguraman. Anamga ko'pchiqamiz. Bunisini ham ichib olay. Butilkasini sindirib tashlayman, yangi olaman-ku. Telefonim qolib ketdi. Telefonimni olib kelmaganman-ku, jinnimisiz? Kirib chiqamiz. Yaxshi bo'lib. Bo'pti, xayr bolalar, sizlarga omon bo'ling, obod bo'ling. Men sizlar bilan Felix bo'ldim. Felix.